Zavtrigiz tayyor qizim. Oyijon, nima ovqatni yaxshi ko'rasiz? O'zizchi kelin. Mastava. Mana qizim tayyorlab qo'yganman. Oyijon, oyimlarnikiga borib kelsam maylimi? Yo'q, bormaysiz. Nega oyijon? Chunki o'g'limni o'zi borib qo'yasiz. Yelkamga shamol tegib qopti. Kelamiz. Kirli ham to'planib ketgandir. Yo'q, bo'ldim qizim. O'g'limga qarashim kerak. Shampunim ham tugayapti. Voy, siqilmang qizim, sizga retseptdan shuncha shampun olib kelib qo'yganman. Mani sochimga qaysini tushishini qatdan bilamiz oyijon? Bunda 7 xil shampun bor qizim. Sochingizga qaysi biri tushishiga qarab tanlab olaverasiz. Qolaversa, sochingiz quruq shuning mana shu naborda ishlating. Bittasini o'g'limga ham bering, erkalashsa ham bo'ladi. Tugab qolsa qatdan topsam bo'ladi oyijon? Hamma magazinlardan topsangiz bo'ladi. Pastdagi magazinda ham bor. Voy, rahmat oyijon. Bunaqa yaxshi qayronaman. Sochimni quritishim kerak. Men o'zim quritib qo'yaman. Yo'q, oyijon. Yo'q. Qizim, 7-tushingizni ko'rib oldingizmi? Baq. Ay, ko'zim ko'rmasa bo'lardi. Shularni bitta yoqimsizlikda bo'pti-da, e'tibor bermang. Voy, yaxshimiz. Kelin tushirdingizmi? Ha, kelin tushirdim, sizdan kelin tushiribsiz. Kelinga ko'z tegmasin. Mani kelinim salat qilishni biladi. Voy, buni qarang, meni kelinim tortlar pishiradi. Zato mani kelinim doktor. Meni kelinim gai. Zato mani kelinim qishloqda katta bo'lgan yerni yuragini sug'urib oladi. Voy, meni kelinim g'at qishloqqa mana mollarni boqyapti. Zato mani kelinim usta. Meni kelinim usta faqat qurilish sohasida. Qorong'i tushib qoldi, balkim chekinarsiz. Hech qachon. Unda battar bo'l. Buncha labida. Kelinim o'sha shoira. Kelinim qo'shiqchi. Kelinim model. Kelinim bloger. Kelinim o'qituvchi. Zato mani kelinim tikuvchi. Voy, meni kelinim o'sha homilador. Zato mani kelinim diskotekada o'ynashni biladi. Uni qila olmayman. Ha, o'la, bo'lmabdi, qo'ldan bir ish kelmas ekan. Voy, sharmanda qildingiz. Buni o'zicha maqtanadi, kelinim tikuvchi barobar. Mana Bo'ldi, endi ajrashasiz o'g'lim bilan. meni kelinim ertadan tug'ib beradi, men kabiga tortlar pishiradi. Paq. Unashtirilganingdan keyin nimalar bo'ladi? Bu endi senga yana bitta xo'jayin ko'paydi deganim. Oying bo'lsa eski kiyimlaringni yo'q qilish va sarpenga bo'y narsani yig'ish bilan ovora. Ro'tin nimaga? Sarpenga dedim-ku. Mana senga ko'rpa to'shi. Orqangdagi ovqatlarni hammasini o'rganmaguningcha oshxonadan chiqmaysan. Oyi. Keyin senga uy ishlarini qilishni o'rgatadilar. Ha, bularni hammasini onalik mehrlari jo'shib ketgani uchun emas. Bularni hammasini ertaga qaynaning haydavori uyimga kelib olmasligi uchun o'rgatyapman. Kun ora uchrashuv, kun ora sovg'a, kun ora storiesda maqtanish. Oyi, mana zo'to'g'ri o'tganingiz uchun yig'layapsizmi? Voy, nega men yig'layman qizim? Seni kelin qilayotganlar yig'lasin. Bechoralar. Kech qolib ketdim, qo'shnilar nima deydi? Obbo, mana endi meni yerim bor, nima desa dursin. Ana, taklifnomalar ham chiqdi. Endi iplosdan iplosroq, razildan yomonroq dugonalarga tarqatib, orqasini yondiramiz. Mana to'yim bo'ldi. Kimni to'y? Mana to'y, kimni to'y? Mana to'y, kimni to'y? Paq. Zebo, ne yerda yotibsan? Men uyda yerda yotardim, divanda yota olmayman. Keling choy iching. Voy, oyijon, biz ertalab choy ichmasdik, faqat obedlanardik. Men ertalabdan choy ichsam qo'yim mayli. Unda bizaga choy tayyorlab ket. Voy, qishki oyoq kiyimlar qani? Mayli. Voy, kompotlar qani? Podizga taxlab qo'ydim sizlarga. Nimaga? Biznikida shunaqa turardi. Boringlar, tuqqaninglar oldiga, boringlar. Voy, oyijon, bizlarnikida borlik gunoh qilishmasdi. Nima qilishardi sizlarda? Veloni berishardi. Nimaga veloni? Kelin, yosh bola bo'lmang. Zo'rpa qilarkan-a? Nima bu? Men uyda jiyanim bilan uxlardim. Mana jiyan bilan uxlashga. Va nihoyat spalnida uxlashni ham o'rgandik. Bor svetni o'chirib uxlaymiz. Voy, men uyda svet yo'q uxlardim, qorong'ida uxla olmayman. Ha? Paq. O'rta semirib ketyapmiz. Mashoqat devorlarga endi qilamiz, xo'p?
ikkalamizni bu ko'tarmaydi. Men bunga suyanib turaman undan ko'ra. Qizi tarozi kerak emasmi? 2000 so'mdan. Hech qachon. Nima? Chunki men 48 kiloman. Men 52 kilo. Edik 9 sinfda. Sizlar nima deysizlar? Yo. Biz diyetadamiz, a? Ikkitadan orin menga. 1,5 tosh. Razisi bilan. Zebo qizim tur. Uchrashuvga chiqasan. O'zi zo'rg'a er chiqdi bo'ldi. Assalomu alaykum. Oyiz yetgan qizmanman. Menga xotin kerak edi, suv to'ldirishga bochka uyda bor shundoq ham. Ha qizim tinchlikmi? Mani bochka dedi. Bo'ldi, yig'lama qizim. Shu qilganiga seni zo'r joyga olib boraman. Qizim, mana men senga o'xshatgan fitness diyet klub. Qizim, dietolog Tursunboyeva Sobira marafon o'tkazmoqdalar. Marafonlardachi 12 mingdan oshiq odam natija olgan ekan. Ularning ichidachi o'zimiznikilar ham bor. Amin, xoli. Marafonga 2-oktyabrdan start beriladi. Onlayn bo'lgani uchun uyda o'tirib ham bemalol ozlasan. Bu yerdachi massaj, fitness, zumba bor ekan. Mazza qilib qiynalmasdan o'ynab kulib ozarkansan. Qimmat bo'lgan. Voy, nimasi qimmat? Atiga 25 ming ekan. Wow. O'zgarishlar katta-yu, endi qachon menga turmushga chiqasiz? Menga er kerak, qurilish qilsak taxta kerak bo'lsa chaqiraman. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic.